Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Geçenli yukarı leksiyada bir avazım tutulup kalgandak oldu. Şunu nesel temtirep kaldım. Geçenli vatandaşlar. Bugün çizdak 2020 yıl 12. ayının 6. günü vatandaşım. Endi yukarı makalının devamı. Lekin bularning faoliyatlari Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin to'xtab qoldi. Nima deydi u? Ho Dong-Shin apandi mutaxassis Wol ko'chasida qadinas do'stlar bor edi Jungoning. Bular Jungo Kompartiyasi uchun dallollik qiladi. Lekin bularning faoliyatlari Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin to'xtab qoldi. Bana bu cümleye dikkat kılanlar vatandaşlar ayrıcı cümleyken mütehassıs hodun için mundaq dedi. Prezident Trump hükümeti Jungo bilen so doğru şekilde biz neymiş ki Prezident Trump'ni kolumuzda tutalmadık. Bundan burun yani 1992 yılda 2016 yılı aralığında da Amerika Jungo o'ttirisida har qanday masalalarni qo'limizda tutalaydiq. Barliq kirgizlar Yingxi parxod voqeasi bo'lsin yoki Yugoslaviyadagi bosh elchini portlatish voqeasi bo'lsin va yoki aeroplan so'qishib ketish voqeasi bo'lsin. Hammasini 2 oy ichida qo'limizga olgan edik. Bu deganlik mushu masalalarni, mushu ziddiyatlarni bir taraf qilishda tashabbuskorlik bizning qo'limizda edi demoqchi vatandosh. Xudonshang o'zi savol qo'yib, o'zi javob berdi. Sabab nima? Amerikada yuqori qatlamda odamlarimiz bor edi. Diqqat et cümlege vatandosh. Amerika'da yukarı katlamda adamlarımız var idi. Amerika'da hukuk, imtiyaz yadrosu da bizden kadinas dostlarımız var idi. Hoşundan mundaq dedi. Hodonşen mundaq dedi. Wol ko'chasi 20. asrning 70. yillardan başlap Amerika'nın ichki tashqi diplomatiya siyosatiga kuchli ta'sir ko'rsatishga başladı. Shunlashqa biz mangdigan yo'lga erishdik. Lekin masala shu ediki 2008 yildan keyin Wol ko'chasining o'rni tuvallashga başladı. Bo'libmi 2016 yildan keyin Wol ko'chasi Prezident Trumpni tutolmadi. 2016 yıldan keyin Wol ko'chasi Prezident Trumpni tutolmadi. Her bir cümlege dikkat kılan vatandaş. Hodonshang mundaq dedi. Jungo Amerika So'd urushi jarayonida Wol ko'chasi yordam berishga uringan bo'lsa-mu, lekin kuchi yetmedi. Yani Jungo Amerika So'd urushi jarayonida Wol ko'chasi Jungo'ga yordam berishga uringan bo'lsa-mu, lekin kuchi yetmedi. Bu filmde yani Hodonshang so'zlagan filmde chiroyiga kulka yugurtib, yiligarlik bilan mundaq dedi. Ko'rib turibmiz. Amerikada Joe Biden sahnaga chiqdi. An'anaviy sarxil qaymoqla siyoset sarxillari, davlat qurg'uvchilar bularning Wol ko'chasi bilan bo'lgan munosabati intayin qo'yoq. Bir necha 10 yildan beri Jungo Kompartiyasining Wol ko'chasi bilan bo'lgan munosabati giralishib ketdi. Jungo iqtisodshunosi Ji Qingzhen maqola yozib mundaq ko'rsatdi. Wol ko'chasi Jungaygo, buni tarjima qilamadim, buni hukmli tarjimasi yo'q ekan. Jungaygo yana paychak deganda, Jungaygo'ni Amerikada bozorga chiqarish orqali
Arlıqda bir sözlükə diqqət qılın. Arqalıq intayin köp miqdarda payda aldı. Nemi dedik arlıqda? İki devletinin şirketiga ol koçsidir ruxsat qilingan, yani imtiyaz berilgan. Ola orijinal topshirmaydi. Mesela buğaltır, adresi buğaltırlık kasbidan material topshirmaydi, orijinal topshirmaydi. Şundaq dedik-a, arqalıq intayin Amerikada bozorga chiqarish arqalıq Jungo şirketini intayin köp miqdarda payda aldı. Menfaat qiziqtirishi ostida Jungo şirketleri saxta mahsulotlar ishlab chiqarsimi? Jungo şirketleri saxta mahsulotlar ishlab chiqarsimi? Sukut qildi. Mablag' solg'uvchilarning foyda manfaatlarini pisand qilmadi. Tünügen dedik, Amerika'da mablag' solg'uvchilarning foyda manfaatiga pisand qilmadi. Jungo saxta mahsulot ishlab chiqarsimi, ol kusi ko'zini yumib oldi dedik. Tünügen ana mayadi yana da'vat edi. Pisand qilmadi. Jungoning Amerikada pul tepishiga bemalol harakat qilishga qo'yibdi. Demek Jungo şirketlerinin Amerika'da pul tepishiga ol kusi gazeti bemalol qo'yibdi. Ol kusi Jungo Partiyasi xalqaro kapital bozorining yo'lini ochibdi. Ol kusi Jungo Partiyasi xalqaro kapital bozorining yo'lini ochibdi. Jungo bankalarının krizisden qutulishiga yordam berdi. Jungo Partiyasi ol kuchisining yordami ostida xalqaro pul muomala bozoridan zo'r miqdorda foydalanib keldi. Bu pek uzun makale ekan, yani vaqtga qarab bakımız, hem de kuchimiz yetemdi yok, bunu qaraymiz. Hozir sizlarga buni qisqartib tarjima qildik. Tuvanda sizlar bilan birlikda analiz qilamiz vatandoshlar.